funksiyalarini tekshirish va funksiyaning grafigini yasash. Darsdagi ilova-vazifalarni tekshirib chiqamiz. Yazıp koyuyorum var. Minus 2'ni minus 1 plus 1 minus 3 deb jiktib olsak bo'ladi. Bunda alg'ashqi 3 qo'shilg'ichdan ne ko'rib turibmiz? Qisqacha ko'paytirish formulasida keladiğimizda x minus 1 kvadratni al minus 3 ni tenglikdan ikkinchi betga o'tkazasizlar. Sonda tak, endi na 2 darajani kelasi betga o'tkazaylik. Tibir bo'ladi. Tibirni plus minus bidrastish. Так, endi x ning o'rnini 0 qo'yamiz. X ning o'rnini 0 qo'yganimizda aralıklarını ve şu minimumlarını topishni o'rganamiz bunda. Bu yerda mana x1 nuqta funksiyani qanaqa nuqtasi? Maksimum nuqtasi, x2 minimum nuqtasi. Endi o'sish va kamayish aralıklarını topamiz. Qani kim aytadi? O'sish aralıkları. Minus cheksizlikdan x1gacha, x2dan plus cheksizlikgacha o'sadi. Kamayish aralıkları. x1dan x2gacha kamayish aralıkları. Endi x o'qini kesib o'tadigan nuqtalar. P1 bariga P1 deb qo'ydik. X o'qini kesib o'tadigan nuqtalar mana nuqtamiz. Koordinatalar boshi keyin mana nuqtaga ekan. Y o'qini kesib o'tadigan nuqtalarimiz mana koordinatalar boshini o'tadi. Grafikimiz maksimum nuqtasi qaysi nuqta bo'ldi? X1 nuqta, minimum nuqta x2 nuqta bo'ldi. Grafik chizilishi. Keyingiz. Bizlar grafikni tekshirish uchun, grafikni tushunish uchun funksiyalarni birinchi bo'lib aniqlanish sohasini topamiz, mana uni hisoblaydigan. İkincisi asimptotal chiziqlari. Shu nuqtalarni qabul qilmaydigan nuqtalar, asimptotal chiziqlar ko'proq bizlarga yo'q. Mahrajni x qatnashganda mahrajni yo'q qoladigan savollar bor. Shu nuqtalarimizda ko'proq asimptotal chiziqlar bo'ladi. Четность periodicity bu anaqa juftaqligi, четность degani juftaqligi va mana bir davriyligi. Davriyligini ko'proq trigonometrik funksiyalarda ishlaymiz. Keyin x o'qi, y o'qi bilan kesish nuqtalari topiladi. Kritik nuqtalar topiladi. Kritik nuqtalari maksimum va minimumlari, maksimum minimum bo'lmaydiganlari ham kritik nuqtalar hisoblanadi. Keyin monotonus degan o'sishga ishora, hozir yozib o'sishga ishora. Uni keyin tablitsasini chizamiz, keyin grafikiga o'tamiz. O y o'qi bilan keshishi, mana bir ham o x o'qi bilan keshishi. Vertikal asimptotalari mana bir, gorizontal asimptotalari bunaqasiga yoziladi. Ekstrem nuqta degan funksiyaning eng baland nuqtalari, eng past nuqtalari hisoblanadi. Funksiya mana bunaqasiga chizilsa o'sishi, bunaqasiga chizilsa kamayishini bildiradi. Hassasini olamiz. İkincisi, yana bir adam çıksın. İşte 3 adam çıkıyoruz. Sizler biraz verin biraz. Urna. 4x. Endi shunda ana samolyotda chizingda nollarga arasini tekshirish sharatlaridan bo'ladi. Bir
Zaten maksimum nuqta qanaqa nuqta bo'ladi? Maksimum nuqta koordinatani tugagan. Plus minusda javob. Isharasi plyusdan minusga o'zgarsa, maksimum nuqta bo'ladi. O'tiring. Endi sunatlar ham minimum nuqta qanaqa nuqta deydi? Manfidan musbatga o'zgardi. Funksiyaning isharasimi, faslan isharasimi? Aslan. Faslan isharasi yaxshi. Zamanda qanaqa nuqta? Qachon funksiya o'zini deyiladi? Asuvchi. Funksiyamiz katta qiymatiga argumentning katta qiymati to'g'ri keladigan bo'lsa, funksiyamiz o'zgarib bo'ladi. O'tiring. Kamayuvchi teskarisi. Bittasi ortib borganda ikkinchisi kamayib borsa, kamayuvchi funksiya hisoblanadi. Poygacha qancha mumkin? Parabolan tarmoqlari qachon tepaga qaragan bo'ladi? Agar funksiya Qaysi son nisbat bo'lsa? Qaysi x nuqtasi? Kim yetvoradi? Qachon parabolan tarmoqlari tepaga qaragan bo'ladi? Ha? x kvadratni oldi plus bo'lsa tepaga qaragan bo'ladi. X kvadratni oldidagi koeffitsiyenti a koeffitsiyenti musbat bo'lsa, parabolan tarmoqlar tepaga qaragan bo'ladi. O'tiring. Kesib o'tadi. O'tiring. Diskriminant nolga teng bo'lsa, Diskriminant 0 ga teng bo'lsa, qachon kesib o'tmaydi? nolga teng bo'lsa, Diskriminanti manfiy son bo'lsa, x o'qini kesib o'tmaydi. Ellik bir uchinchi misol.